Gips tabiiy mahsulot. Gips xususiyatlari, markalari G2 dan boshlab G25 gacha bo'ladi. Bizni O'zbekiston tumani qurilishga ixtisoslashtirilgan tuman. Gips zavodlar juda ham ko'p. Ishlab chiqaruvchilar, tadbirkorlar, xususiy tadbirkorlar ishlab chiqaradi. Bizni joylarda asosan G2 dan boshlab G10 gacha gipslar ishlab chiqariladi. Mayinligiga qarab turlariga bo'linadi. Qancha B1, B2, B3 markalari G2 dan boshlab o'sha aytib o'tganimdek G25 gacha. Bizda asosan G2, G3, G4, G5 gacha qozonda qaynatilgan gipslar chiqariladi. Texnologiyasi o'sha eskiroq. Hozirgi zamonaviy texnologiyalarda G5, G6, G10 gacha mahsulotlar ishlab chiqaradi korxonalar. Bu markasi hisoblanadi. G2 markali gipsimiz asosan qurilishda yengil pardozlash ishlari uchun olib boriladi. Bunda sekin qotuvchi gips turiga kiradi. Biz o'zimiz ishlab chiqarayotgan Zamin gips korxonamizda, o'zim faoliyat olib borayotgan joyda asosan G6, G9, G10 gacha bo'lgan mahsulot ishlab chiqaramiz. B3 toifali. Asosan shu bizning klientlarda doim o'sha aytgan mahsulotini chiqarib beramiz. G7, B3 toifali gips. Bu markasi yuqori. Gips blok chiqarish uchun optimal qotish vaqti ham, markasi ham o'sha qirralari, mustahkamligi, namga chidamliligidan o'sha GOS bo'yicha talablarga javob beradi. B3 toifali qotish tezligi bo'ladi. 6 minutdan 12-13 minutgacha qotadi. 6 minutda boshlab qotish tugashi uzog'i 12-13 ga boradi bizniki. Asosan 9 minut, 8 minutda qotib tugaydi qotishi. Reaksiyasi o'ta yuqori. Buni sababi o'sha B3 lig uchun. Shu B3 bo'lgani uchun mayinlik darajasi bu. Mustahkamligi, mayinligi zo'r bo'lganligi uchun shu gips blok chiqaruvchi tadbirkorlar, hamkorlarimiz biz bilan ko'proq ishlaydi.